Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida tok shousining navbatdagi soni. Studiyada boshlovchi Shahzoda Norqulova. Bugun ham aynan barchamizning e'tibor markazimizda bo'lib turgan mavzularda fikr mulohazalar yuritamiz. 1989-yil 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Biz mana bunday o'qilar ekan degan fikrga kelishi turgan gap. To'g'rimi? Nima deysiz? Shu jumlada aytish mumkinki, til bu sehri ham, mehri ham xuddi vatandek, oiladek mehr muhabbatga ega ekanligini avvalambor yosh avlodga o'rgatish kerak. Buning uchun ta'limdan oldin farzand qayerda tarbiyalanadi? Oilada. Oilada ota-ona o'sha adabiy tilda chiroyli o'zimizni mana shu boyligimiz o'zbek tili bo'yicha muloqot qilsa, gaplasha olsa, mana shu yosh avlodda ham o'ziga yarasha g'urur tuyg'ulari uyg'ona boshlaydi. Aynan mana shu xato so'zlar yosh avlodga bir o'zgacha g'urur tuyg'ulari, qandaydir mana shu noto'g'ri ishlatilgan so'zlari ular uchun sharafli narsaga aylanib boryapti. So'z ularni ishlatganda o'zlarini boshqacha, yuqorida turuvchi qandaydir bir o'zgacharoq insonday his qiladi. Vaholanki, lekin o'zbek tilimizni yo'qolib borishiga bu albatta ota-onalar va ta'limda aynan faqatgina ona tili ustozi emas, boshqa fan yuzasidan dars berayotgan ustozlarimiz ham bu narsaga e'tiborliroq bo'lsa. Umri davomida intilib kelgan til mustaqilligiga biz erisha olgan ekanmiz, uni ko'z qorachig'imizdek asrashga, sofligini saqlashga, imkoniyatlarimiz darajasida boyitib borishga barchamiz mas'ulmiz aslida. Buni o'zbekman deb hisoblagan har bir fuqaro yurakdan his etishi lozim. Bu e'tiboringiz markazida tok shousi edi. Bizni tinglab, biz bilan birga bo'lgan tinglovchilarimizga tashakkur deymiz.